Navbahor degan joyda. Nafas var şimdi, yengilleşkin diye bu. Şu turayakka bilmayı, şu kolaydı. Hozir ishlagan yo'qmi? Hozir yo'qmi? Birinchi. Bu oğlum benim oraydı. İlk benim orada kim bir davalan oldu. Davalanmazsa kim birden ayağım götürdü de. Tizza arkası yiyip getiriyor da keçke şişeli sarış keç koyup tozuyor. Böyle? Yedi. Bir olma orada ise çıkıp gitti bildik de. Ayak koy. Kuru ayakla bu kaldım. Şunlarım ayakla bunu. Oturmayısız ve bu unaklamışsız. Yok ben oturmamaydım bu ki ben oturmamaydım bana. Kendin böyle. Oğlum ben şimdi. Navoiyni qayerdansiz? Navbahor degan joyda. Navbahor. Boshda ham og'rig'i yo'q, nafas qisishlari yo'q. Men unaqa shu bel bilan oyoqda yeydi faqat tarkmay. Nima yo'q ekan? Nafas var şimdi, yengilleşkin diye bu. Boshingiz ham уже yengillashadi-da. Shunga men sizga bir aytdim, endi umurtqaga qarab aytdim. Nafas olishlaringiz qanday dedi, boshingiz qanday dedi. O'sha narsa endi sizga bilinmagan bo'lishi mumkin, yengil qisilish bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shalar hozir ochilganini his qilyapsiz. Ayollarchi, belchi. Ayollar yaxshimi? Yaxshimi? Bemalol ayollar qanday o'tiradi bu? Ayol o'tirib shunday qo'yib, o'sha maaşım şu turayakka bilmaydi, o'sha qo'laydi. Hozir ishlagan yo'qmi? Ayollar o'tiradi, o'shanaqa o'tirib olmaydi. Chap yon, o'ng yon o'tirib oladi ayollar. O'shanaqa shoshilmang, hozir ko'ramiz yana. Mamda qilib o'tiramayman da, mamda qilaman, bunday qilaman. Shular qilyapman-da. O'tira olmayman, ana palajenda o'tiring. Qanaqa qilsangiz og'riq bo'lgan. Shunday deganda og'riq bor edimi? Hozir yo'qmi?